Chunki vitamin D ni qabul qilganda tananing 80% ochiq bo'lishi kerak. Har kuni vitamin D ni iste'mol qilish kerak. 9-10 gacha quyoshda yurish kerak. Organizmga ham zarar hisoblanadi. Yog'li mahsulotlarda ko'p bo'ladi. Vitamin D ni tabiiy yo'llar bilan o'rnini to'ldirish uchun nimani iste'mol qilish kerak? Vitamin D yog'li mahsulotlarda ko'p bo'ladi. Sariyog', tuxum sarig'i, avokadoda, yog'li baliqlarda vitamin D ko'p bo'ladi. Lekin vitamin D ni sutkalik dozasini o'rnini to'ldirish uchun ko'p miqdorda sariyog' yesak, albatta bu bizani organizmga ham zarar hisoblanadi. Vitamin D ni tabiiy yo'li bilan o'rnini to'ldirish uchun nafaqat ovqatdan, balki quyoshdan ham biz vitamin D olishimiz kerak. Agar havoda chang ko'p bo'lsa, vitamin D ni sintez qiladigan nurlar terimizga yetib kelmaydi va terida vitamin D ishlab chiqarilmaydi. Shuning uchun albatta toza havoda, chang kam bo'lgan havoda ertalab soat 9-10 gacha quyoshda yurish kerak va tananing 80% ochiq bo'lishi kerak. Agar shu imkoniyatni topmasangiz, har kuni vitamin D ni iste'mol qilish kerak. Vitamin D yaxshi so'rilishi uchun uni albatta vitamin K2 bilan birgalikda iste'mol qilish kerak. Qachon iste'mol qilinadi? Ertalabmi, obeddanmi yoki kechqurunmi? Vitamin D ertalab ovqatdan oldin yoki ovqatdan keyin qabul qilinsa, samarasi yaxshi bo'ladi. Albatta vitamin D bilan kalsiyni ham iste'mol qilish kerak. Chunki vitamin D ni qabul qilganda suyakdagi kalsiy qonga chiqib, qondagi kalsiyni me'yorlashtiradi. Vitamin D bilan kalsiy birgalikda qabul qilganda u kalsiy so'rilishi va suyakka joylanishi samaraliroq bo'ladi. O'zi vitamin D ni suyakdagi osteoporozni yoki suyakning mo'r bo'lib qolishini oldini olish uchun uni asosiy vazifasi deb hisoblanadi.